Nima qilib yuribsiz, Abu Bakr? Sovuq tushib qoldi. Bularni Madinadagi bevalarga tarqatib yuribman. Hamroh bo'lsam maylimi, shoyat savobga sherik bo'lsam. Marhamat. Odamlarga tarqatganingizda doim teng taqsimlaysiz. 2 marta hijrat qilgan, 2 ta qiblaga qarab namoz o'qigan odamni qanday qilib fathdan keyin musulmon bo'lgan bilan teng ko'rish mumkin? Avvalroq musulmon bo'lib fidoilik qilganlarga imtiyoz berishingiz kerak emasmi? Avvalroq musulmon bo'lib dinga ko'proq xizmat qilganlar buni Alloh uchun qilishgan. Ularning ajrini Alloh beradi. Uning savobi va mukofoti dunyo boyligidan afzaldir. Alloh haqqi avvalroqmi, keyinroqmi iymon keltirgan barcha odamlar men uchun barobar. Xoh er, xoh qul bo'lsin, xoh ayol, xoh cho'ri bo'lsin. Men barchasiga mas'ulman.